Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana jangga ham ozgina vaqt qoldi. 2-may Toshkent Alpomish muz saroyida jangimiz bo'ladi. Stoykadan janglarni bo'ladi, kulachkadan jang bo'ladi. Kelinglar, balet qilinglar, duo qilinglar. Sizlarga chiroyli janglarni ko'rsataman. Muxlislarimizga aka nima sovg'alar qo'yilgan? Bu bo'y neobычный bo'lyapti. Muxlislar orasida kimdir monzali bo'lib ketadi. Kelinglar, bilet olinglar. Kimdirga shu bilet omadli odamga biletidan priz Monza avtomobil bo'ladi. 2-may kuni hammalarni Alpomish muz saroyida kutamiz. Mana Abbakam, Muhiddin akam, Muhiddin Mamajonov, Aziz akam, Aziz, Shamil Galimov, Humoyun To'xtamurodov hamma zvezdalar urishadi. Kelasizlar, qonli janglarni, haqiqiy janglarni ko'rasizlar. Hammalarni 2-may kuni Alpomish muz saroyida kutib qolamiz. Eng qizig'i, qaysidir baxtli odam monzali bo'ladi. Chiroyli janglarni ko'rasizlar, maza qilib tomosha qilasizlar. O'tgan safar Yevropa Armeniyaga urushganimga xalqimiz, muxlislarimiz faqat premyer efirdan ko'rishgansizlar-da. Mana kelinglar, jivoy tomosha qilasizlar, chiroyli shoular bo'ladi. Mani bilasizlar, oktagonnicha, ringnichiga shou qilaman, ringnicha chiroyli janglarni sizlarga ko'rsataman. Mani janglarimni bilasizlar. Kelinglar, yaxshi sportsmen bolalar urushyapti, maza qilib tomosha qilasizlar. Hammalaringizga rahmat, yaxshi nastroy, kasal bo'lmanglar, balet qilinglar, duo qilinglar, sog' bo'linglar.